Hurmatli obunachilarim, assalomu alaykum, yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Bugun endi biz bugungi mavzuyim shu kartishkalarni sug'oramiz o'rtoqlar. Sug'orishda nimalarga e'tibor berish kerak, nima qilish kerak? Shular haqida suhbatlashamiz. Ketdigimiz. Mana bu o'rtoqlar, hali bitta qopimdagi silosni nima chiqqan nima qilib qo'ygan, kamirib qo'yganmi, aynib qolibdi ekan. Mol yemayapti, o'shaning uchun hayb bo'lmasin deb kartishkan joylariga sepib yuboryapman. Hozir sepib yuborgandan keyin nima mana joyaga olamanda suv qo'yamiz keyin bunga. Suv qo'yiladi. Turgan bitgani o'g'it bu. O'g'it bu o'rtoqlar. Mana endi ketman mana o'zimizning o'zbeklarda mexanizmi bor. Bu mana shu narsa mana qolagan narsalarni ham qo'ylasizlar. Kultivasiya ham bo'laveradi, mo'li ham bo'laveradi, barani ham, chizil ham nimaga moslasalar ham bo'laveradi. O'zbekda eng Xitoylar ham buni ko'rib ilaveryapti, o'sha mana shu texnikamizni ko'rib. Mana bunday mana jo'yak olamiz, jo'yak. Bitta cheris olyapman. Cheris olamanda suv tashab qo'yaman keyin. Buni o'rtoqlar sug'orishni men buni 18-fevralda ekkanman, 18-fevralda. Mana hozir rosa 40 kunga yetib qoldi, chilla suvi deyapti. Mana bugundan boshlab suv berishni boshlayman. Hozir bitta bu jo'yakdan cheris beraman. 2 kundan keyin bunisini to'xtatib, mana bu yerda nima jo'yak ochaman deb bunisiga beraman keyin. Bunga nima ochaman. Hozir bugun men mana bunda nima suvni bunga beryapman. 40 kun bo'ldi rosa ekkanimga. Mana shu holatda nima tortib o'zimizni o'zbekini nima deydi? O'g'it solganim yo'q, amalekim o'rtoqlar. O'g'it solganim yo'q men. O'g'it solmayman ham. Bu hozir o'zimizda sariq kartishka, o'zbekcha kartishka deymiz, o'zimizda sariq kartishka. Bu tomonimiz rossiyskiy kartishka. Mana ochib oldik o'rtoqlar mana. Buni ochib olib, regulovka qilib mana sekin pasparatiga birga nima qilib qo'yaman-da. Mana regulovkasi ham bo'ldi. Mana shunday qilib idirib sekin ketaveradi. Idirib o'tsa nima qilib olmaymiz-da, yeyib ketmaydi-da, shu chovdirib sug'orib qo'ysak, choptirib. Idirib olsak ham juda anaqa bo'lib ketsa ham bo'lmaydi. Sekin yeyib bitta boradi, boshiga borib bir aynagandan keyin to'xtatib qo'yaman-da. Ertaga keyin bunisiga olaman, jo'yakni mana bu yerga. Bunga tortaman keyin. Mana bunday qilib. Ana endi mana shuni hozir suvlarim kirguncha boshqa ishlarim bilan shug'ullanib turaman. O'shaning uchun hurmatli obunachilarim, salomat bo'lasizlar. Har galgi aytganimdek salomat bo'lishga majbursizlar. Chunki salomat bo'lsalaring mehnat qilaveramiz. Mehnatdagi rohat. Hech kim anaqa bir mehnat qilgan odamdan yomonlik ham chiqmaydi, bir nima ham chiqmaydi. Eskidan bo'lib kelgan bu narsa. Shuning uchun salomat bo'linglar, sog' bo'lishga majbursizlar. Endi o'zlaringiz bilasizlar, laykni bosasizlarmi, bosmaysizlarmi? So'rash keragi yo'q. Dehqon shu vaqtgacha birovdan bir narsa so'ramagan. So'raymiz faqat Allohdan so'raymiz. Alloh beradi. Berib kelgan ham. Salomat bo'linglar.